O'tgan kuni Germaniyada maxsus operatsiya davomida terrorchilikda gumonlangan 2 nafar kishi qo'lga olindi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlar Berlinda bir necha joylarga hujum qilishga harakat qilishgan. Mazkur xabardan so'ng politsiya xodimlari shahardagi masjidlarni kuzatuvga olib, xavfsizlik choralarini kuchaytira boshlagan. Operatsiya davomida gumondor kishilar Berlinning Charlottenburg shahrida qo'lga olindi. Hozirda ularning ustidan tergov olib borilmoqda. Ozarbayjonning Baku shahridagi Nardaran qishlog'ida tartib soqchilari bilan diniy tashkilot vakillari o'rtasida kelishmovchilik yuz berdi. Undagi otishuvdan 6 nafar kishi halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlarning 4 nafari mahalliy yashovchilar, qolgan 2 nafari harbiy xodimlar bo'lgan. Bundan tashqari tartibsizlik uyushtirgan 14 kishi qo'lga olingan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kunlari o'lkada faol harakat olib borgan Musulmonlar ittifoqi harakatining rahbari Talih Bagirzodaning va mazkur guruhning bir necha a'zolari qo'lga olingan edi. Shundan so'ng diniy guruhning tarafdorlari tartibsizliklar uyushtirib, tartib soqchilariga nisbatan o'q otishgan. Hozirda qo'lga olingan kishilar vaqtinchalik ushlash joylariga kiritilib, tergov ishlari boshlandi.